Kelib qolinglar, mana o'p qolinglar, mana qo'g'irchoqlar, odamsimon qo'g'irchoqlar bor $100dan. Rostdan ham $100mi? $100 deguncha, mana sizga $100 va qo'g'irchoq meniki. Voy qo'g'irchoq sariq. Sen nima sariq kasal bo'lganmisan? Yur ketdi, uyimni ko'rsam. Voy to'xta, qayoqqa ketyapsan? Namcha shoshqoqsan. Shoshilgan qiz erga yo'lchimas deyshadi. Sen bolasan-ku. Ha mayli, mana meni uyim bo'ladi. Sen eshikdan sig'maysan-ku. Ha mayli, senga o'z katta qilib darvoza ochib beraman, achadan kirasan. Uyimga kir, sen meni xizmatkorim bo'lasan. Hech qayerga chiqib ketma, tushundingmi? Hozir men bitta ikkita ishim bor, to'xta. Seni bitta yuzingni ko'rib olayda, keyin seni yo'qotib qo'ysam, seni qayerdan taniyman? Hozir mana yoqqa to'g'rilab qo'yayin, sen kakriz bu yerdan chiqib keta olmaysan-ku. Yo chiqib ketsanmi? Chiqib keta olmasang kerak, sen aqling ham bo'lmasa kerak, mayli, qaroshda sakrama, tentemsa, boshing tomga tegib, boshing olsa keyin dabdala bo'ladi. Seni $100 ga sotib oldim. Keyin bor $200 ga shifoxonada davolatmay. Bo'pti, ketdim men qarochi. Jonon meni yonida bo'laman. Ketmay hech qayoqqa. Ja, keshdingmi bu yerga odamcha kelibdi. Ha, mana bu emasmi? Ha, o'sha ursang agar $800 beraman, isbotlashi kerak. Bo'ldi, menga tayinlagin $100 da urib beraman. Bo'ldi. Oldimga kel, bitta uraman bo'ldi. Qochma, baribir yetib olaman. Qochmagin deyapman senga. Qochma, yaramas qochishini. To'xta dedim, yetib olaman hozir. Juda ham tez chopar ekan-ku. Bunga yetolmayman deyman. Baribir pulni olishim kerak. Baribir yetib olaman. Voy yaramas. Baribir qocholgan bilan saldan keyin charchaydi. Yuguraversin chiqani, qayergacha borar ekan. Yugur baribir markazga qochib ketyapti-ku. Demak, markazda uyi bor. Ha, qo'lga tushasan-ku hozir. Ha, yaramas. Bemalol qocher. Qayergacha borar? To'xta, yaramas. Nima bo'lyapti bu yoqda? Nima urmoqsan men qo'g'irchog'imda? $50 beraman. Mana shu bitta uray. O'zi kakriz $50 qarzing bor shekilli. Mayli, bitta urligin qarzingni bermasang ko'rasan mendan. Ha, mayli, mana urdim, mayli, hozir olib kelib beraman. Bo'pti, tezlash. Agar bermasang, seni qaytarib o'ziga urdiraman. Qo'lini qara, kattaligini belimda. Mayli, xo'p, ikkinchi marta tegmayman, yaxshi. Endi urdim $100 meniki. Ha, biror narsa olaman yoki Jo'xaga beramanmikan? Jo'xaga berganim yaxshi, chunki deganda Jo'xaga turgan yaxshiroqda, yaxshi saqlanadi. Jitel, xullas men urdim. Isboting bormi? Yo, isbot. Isbotni to'plab kel, bo'lmasa pulni qaytarib berasan. Mayli, isbotni to'plab kelaman hozir. Tezlash faqat. Bo'ldimda, tezroq borib Jo'xadan so'rayin. Agar menga buni salgina berib tursa, agar bitta uraman va rasmga olib kelaman. Jo'xa qayerdasan? Mana merdiyonda turibman. Mana hozir boryapman $100 ni olib, qarzing bilan. Keyin berasan, hozir shart emas, ishlarim bor hozir. Mana endi borib bo'ldimda, endi nima qilay? Keyin berasan dedim-ku. Mayli, olib keldingmi? Mayli, olib kelsang, bersang ber. Bo'ldi, keyinroq beraman. Ishim chiqib qoldi o'zimda ham. Nima? Mayli, xo'p, bunda borayin. Salgina kompyuterda ishlashim kerak. O'sha kompyuterda ishimni bajarib olsam, ya'ni videolar tayyorlashim kerak. Shu videolarni tayyorlab olsam, agar keyin bo'shayman. Mayli, jitel senga tasvirlarni beraman. Bo'ldi, rozi bo'ldi Jo'xa. Tezlashtirda kechgacha qolmasin. Bo'ldi. Demak, bu aksiya qilganmikan yoki kechgacha? Nadon, men kechgacha ulgura olamanmikan? Bilmadim, xullas. Harakat qilib ko'raman. $100 meniki bo'lishiga, ya'ni $100 ga erishishga harakat qilib ko'raman. Agar erisha olsam, Jo'xaga beraman. Tak, eshikni yopib o'tirib, salgan kompyuterda videolarimni olib olayin. Aytgancha telefonga ko'chirishim kerak edi. Videolarimni olib bo'lganman. O'shalarni o'tkazib olayinchi. Alo, jak, tezlashtir, bo'lmasa aksiya tugaydi. Mayli, imkon boricha harakat qilaman. Men ketdim. Yaxshi, tak, eshikni yopib qo'yaman. Tak, Jo'xa qayerdasan? Nima qilay? Men borayinmi? Telefonni ko'tarmadi. Endi borib o'zim oldiga borib aytmasam bo'lmaydi. Baribir boshqa qishloqlarga ketmagan bo'lsa kerak. Chunki deganda bu o'yinchog'i kelib qoldi. Mana xullas, mana Jiteldan pulni olib keldim. Mayli, ber. Qancha pul olib kelding? $50 kelishganimizmi? Yo, $100 birdan qarzimni ham beraydi endi. Bo'pti. $50 bonus ekanda. Mayli, nima gap? Xullas, menga yordam kerak mana shu odamchangda. Nima yordam kerak? Qul qilmoqchimisan? Yo, salgina pozikinlar bor-da, shularni yig'ishtirishga. Mayli. Obor, ata ursang yomon qilaman, lekin urma. Tushundingmi, o'zi bitta urganing yomon. Qayerdir qizarganmi, ko'karganmi, og'riyapti deyapti. Mayli, mana eshigini ochib bergan. O'zi ochadi, aqlli, sen kabi emas. Yaxshi-ku, zo'r o'rganibdi lekin. Bo'pti, bor endi, sur bu yoqdan. Mayli. Mana hozir boryapman. Ketdigunda tezroq yurchi, senga, ya'ni sana menga bitta yordaming kerak, ya'ni salgina yordaming kerak. Pozikinlarni yig'ishtiraver hozir. Tezlashtir faqat, organikda bitta rasmga olsa, ya'ni o'zim ko'rishim kerak. San shartlaring ko'payib ketmadimi?
Yo'q, ko'r endi, o'zing bilasan. Bunda pulni qaytar. Mayli, bajaraman shartingni. Qanchasini yig'ishtirib qolding? Ajoyib, lekin yig'ishtiryapti, zo'r. Menga bir ikkitasini qoldirib ketayotgan ekan, ajoyib, mayli. Bu qolishi hech gap emas. Bularni o'zim ham yig'ishtiraveraman. Mayli endi. Tak, yana boshqa joylarga ham ishlarni qidirib olaman. Juda ham tekin yordamchilik uchun qidirib olish kerak. Bu eshik turaveradi, ketdik yur. Pastdagisini qilish kerak. Qo'y, qochib ketma pastdagisini. Mana shu pastdagisini qilish kerak. Davay, boshla. O ajoyib. Yon tarafdan kartoshkalar qolib ketyapti. Ularni o'zim yig'ishtirsam ham bu dahshat egib juda ham ajoyib foyda keltiryapti. Bundan bitta sotib olamanmikan? Nima deysizlar? Kommentariyaga yozib qoldiringlar. Juda ham ajoyib qurilma ekanda, lekin menga yoqib qoldi. Qurilma emas, juda ham zo'r odamcha ekan. Menga wow, yoqib qoldi. Aniqdan bitta olaman. Kommentariyaga yozishlaring shart emas, chunki deganda o'zim yoqib qolgandan keyin olamanda ishlarim bajarib yuradi keyin. Men ishlar qilmayman, bitta ish buyurib qo'ysam bo'ldi. Shu bilan bitta bajarib qo'yaveradi. Ana yoqda bitta qolib ketam, mayli, olayveraman o'zim. Bu tezroq yig'ishtirib bersa, juda ham ajoyib bo'lardi. Men yerdan ishdan qutulardim, keyin bugungi ishlar qolib ketardi. Ajoyib bo'ldi. Bu yig'ishtirib ham bo'ldi. Endi berlarni ekdi. Endi men oldimga kelsa, "Xo'y, menga kelib taylagin, hozir keyin qolgan ishlarni ham buyuraman. Tezroq bo'l faqat." Aha. Bitta ham olib qolma. Merga berishim kerak. Menga unaqa qarama. Ajoyib. Yana nimalar? Bo'ldi. Boshqa qolmadimi? Hozir kelaman. Kutib tur yerda. Ajoyib, endi bularni berib kelayin. Qishloqqa aytaman, qishloqqa shunday kelsa bitta o'raman. Agar bu yig'lab qochib ketmasa yaxshi bo'lar. Jo'xaga aytsa lekin yomon bo'lar. Janob mer mana olib keldim, bitta yordamchi kelgan ekan, Jo'xaga o'sha yig'ishtirib berdi. Yana katta ish qilibdi-ku, sen aytgancha bir kun yana ishlaysan. Nimaga? U qilgani uchun o'zi qilishi kerak edi. Nima farqi bor? Gapni ko'paytirmada boraver edi. Mayli, janob mer, men ketdim. Xo'p. Tak, aytgancha Jitelga telefon qilanchi. Jitel, qayergasan? Mana boryapman, kutib turgan uyimdan chiqdim. Tezlashgin endi. Mana kelib qoldim. Ketdik unda, tezroq yur. Mana yur, ketdik. Nimamda shoshilyapsan? Boshqa shaharga borishim kerak edi. Tushunarli, yur unda tezroq ketasan. Mayli, mana keldim. Bitta urib bersam bo'ldimi? Kechaverdi-ku bu. Men ham ketishim kerak edi, meni ham ishim bordi. Qayerga ketaverdi bu endi? U odamchani topishim kerak endi. Qanday qilibdir hal qilmasam keyin Jo'xadan gap eshitaman. Xo'sh, nima muzlatmayapti bu? Jo'xa, yangilik bor. Qanaqa yangilik, ahmaqmi? $400 bersang aytaman. Yangilik ham $400. Kimdir ish qilib bolali bo'lyaptimikan? Seni odamchangni jak urdi. Nima? Qo'g'irchog'imnimi? Men ketdim. Bo'pti, hozir mendan ko'raja. Jak, qayerdasan? Nimaga o'yinchog'imni urding? Uyda edim. Hozir boraman, ko'rasan mendan yaramas. Bo'ldi, hozir o'zim topib bor. Bo'ldi, qayerdan bo'lsa ham topib qarzingni berib yuboraman. Tak, uni endi qayerdan topsam ekan? $400 o'zi edi. $700 aytaversam ham bo'laveradi. Baribir uni hal qilmasam bo'lmaydi. Jo'xa keyin yana gapirib yotmasam, shuning uchun bittada hal qilsam keyin qutulardim. Uni qayerdan topaman? Endi qayerdan o'rmonlarga kirib ketmadimkan o'zi. O'rmonlarga kirgan bo'lsa, lekin juda ham yomon bo'ladi. Xo'sh, Jitel, g'alati odamchani ko'rmadingmi? Yo'q, ko'rganim yo'q. Aytgancha daraxtning orqasida turibdi. Demak, tak, mana shu yerda turgan ekan. Xo'y, odamcha, xavotirlanma, seni olib ketaman. Uzr, bir marta urdim, bo'ldi. Boshqa marta takrorlanmaydi. Bo'ldi, uzr. Qochib ketaverman, menimcha qochma, mana shu pullarni berib yuborishim kerak ekan. Jo'xaga ham aytasan, keyin o'zing ham olib qolganlarni. Bilmadim qancha qoladi-yu, bilmadim-ku, lekin men shuni berishim kerak ekan. Bemalol ketaver, yaxshi. Endi boraveramizmi? Ketdik. Jo'xani uyda endi qolgan masalalarni hal qilamiz. Yurchi endi hali menga ko'proq yordaming kerak bo'ladi. Endi bitta Jitel uchun shuncha bo'ldi. U yaramas qochib ketdi. Bekorga shoshilib turibman degan yo'q ekan. Chunki deganda o'zi pullarni oldi Jo'xadan va keyin qochib ketdi. Jo'xani xullas uxlatdi-da. Bitta gap aytish uchun shuncha masala bo'lib ketdi-da. Mayli unda ko'rishguncha keyin gaplashamiz. Menga yordaming kerak bo'lib qolishi mumkin hali. Ketaverdi o'zi. Mayli endi o'zim ham kompyuterga ishlashim kerak. Qolgan ishlarim bitta-ku, muhimi, lekin pulim juda ham yomon bo'lib qoldi. Juda ham katta zarar ko'rdim. Bekor o'tiribman-ku, shuning uchun men ularni yig'ishtirib olsam juda ham yaxshi bo'ladi. Ya'ni shu mana shularni yig'ishtirib olmasam
baribir bo'sh turibdi. Foydalanib olish kerak, yaxshiroq foyda kelish kerak. Janob mer keyin yana so'ragan paytda o'zimga salgan ortiqcha bo'lsa agar keyin qolganlarini pullab yuboramanmi yoki biror narsa qilaman-da. Xullas, mana shularni tezroq ekib, yaxshilab joylashtirib olsam tak bo'ldi. Endi ishni yopib janob merga yetkazsam ham bo'laveradi. U jetelni aniqlasam bor-ku, shunchalar yomon qilaman. Aldab qochib ketgani uchun yaramas. O'zi juda ham katta foyda topdi, lekin janob mer men narsalaringizni olib keldim. Mana narsalarmi? Hozirgilar sizniki bo'lgandan keyin siznikida. Ha, yaxshi rahmat, bo'ldi, unda ketar. Bo'ldi. Bitta shu topshirganimdan keyin ketar. Gulinglashib o'tirishni xohlamaydi. Muhimi lekin unga juda ham katta foyda kelib turadi. Kim qancha pozekinlari, ayniqsa anchagina pozekinlari bor, o'shalarni olib oladi. Majiterga tenib qochish juda ham mazada. Kelmadi-ku. Qayerga ketdi bu? Nima qilyapsan? Nima deyapsan, chetyapsan? Hech narsa qilayotganim yo'q, bo'ldi, unda ketdim men. Undan ko'ra kompyuterga ishlab o'tirganim yaxshiroq.